Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz muxlislari. Men jurnalist Jamila Haydarova. Siz azizlarim bilan kanallarimiz orqali yana sog' va salomat holda diydor ko'rishib turganimdan mamnunman. Qadim qadriyatlarimizni davom ettiruvchi shunday kasb va hunarlar borki, ular necha ming asrlar o'tsa-da o'zbegimning o'zligini namoyon etib turadi. Nonvoylik, sartaroshlik, tikuvchilik, oshpazlik kabi kasb va hunarlar hamisha el ardog'idadir. Aziz ota-onalar, farzandingiz xoh o'g'il, xoh qiz bo'lsin, balog'at yoshidan boshlab biron bir kasb va hunarga yo'naltirsangiz, kelajakda uning o'z oilasi uchun qo'shimcha daromad manbaini yaratishiga zamin hozirlagan bo'lasiz. Bugun biz Toshkent shahrining Olmazor tumani Qoraqamish dahasi 1-4 manzilda joylashgan Beriza go'zallik saloniga tashrif buyurdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ushbu Beriza go'zallik saloni hamisha mijozlar bilan gavjum. Qahramonimiz Sanjarbek Ahadxonovni suhbatga chorlar ekanmiz. Bu qo'ligul sartaroshni hamisha mijozlarning hurmatiga sazovor bo'layotganini guvohi bo'ldik. Sanjarbek, bu kasbni necha yildan buyon davom ettirib kelyapsiz? Biz Xudo xolasa 18 yildan beri ishlab kelyapmiz Qoraqamishda. Shu kelyapmiz Xudo xolasa. Nega aynan shu kasbga qiziqqansiz? Bu kasbga o'zi yoshlikda qiziqib kelganmiz. Buvimni ko'proq anaqa qilganda mana bu kasbga. Har doim atrofingizda yoshlarni ko'ramiz. Shu shogirdlaringiz ham bormi? Bor. Nechta shogirdlar tayyorlagansiz? 10 dan ortiq shogirdlar chiqarganman. Hozirgi kunda 2 ta shogirdim bor. Shu siz tarbiyalagan shogirdlar shu sohada mehnat qilishyaptimi? Albatta. Hozirgi kunda 10 dan ortiq shogirdlar chiqardi. Ular har xil rayonlarda ishlab kelishyapti. Hozirgi paytda o'zim yonimda 2 ta shogirdim ishlab turibdi. Sanjarbek, mana shu sartaroshlik kasbining nozik sir asrorlari haqida nimalarni aytardingiz? Endi o'ziga yarasha sir asrorlari bor. Bu kasbini yaxshi ko'rgan odam o'zini ustida ishlab Qiyinchiliklardan cho'chimaydi. Yo'q, cho'chimaydi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Shu soch olishda qanday uslublar bor? Hozirgi kunda kreativ yo'nalishi ko'proq bo'lyapti. Yo'nalishlar ko'p hozirgi paytda. Siz mana shu yoshlarga nimalarni tavsiya qilar edingiz hunar o'rganish borasida? Hunar o'rganish borasida endi o'zi qiziqqan bir hunarni tanlasa, o'sish ham shunga yarasha tez bo'ladi. Sartaroshlik hunari ham yaxshi kasb. Bir oilani bemalol farovon qila oladi. Rizq nasiba yaratib, asosiysi o'sha kasbni yaxshi ko'rib, mehr-muhabbat qo'ysa, hammasi yaxshi bo'ladi. Ha, kasbidan kamol topish deb ana shunday o'z kasbining ustalariga aytishadi.